Alloh o'zi qo'risin. Mana shu Saudiya Arabistonida hozir mana Jiddalar ham shahar bo'lib ketdi. Ilgari cho'li biyobon bo'lib yotgan paytida avvalda ota-bobolardan yeri qolgan bir badaviydan 3 ta tadbirkor haligi unaqa qilib, bunaqa qilib dokumentlarni, hujjatlarni ham yengil qilib o'zlarining nomiga arzimas bir narxda olyapti. Katta joy. Va uni ustiga 11 qavat bino qurayapti. 11 qavat. Va endi qarab turing. U boyagi aldangan badaviy bildi, u yarim narxidan ham ancha past olgan. Yarim narxidan ancha past bu joyni ular o'zlashtirib olgan. Qarg'aganda bittasi nima bo'pti? O'sha 11 etajdan o'zi tushib ketibdi. Tushib parchalanib bo'lyapti. Yana bittasini qarang, mashinada ketayotsa katta yuk mashinasi ustidan chiqib ketib, ezib o'tib ketibdi. Uchinchisi buni bilib qolyapti. Uchinchisi bilib qolyapti-da, yugurib topayapti. Aytadiki, 10 kunda topdim deydi o'sha uchinchi sherik. Bu nimani qidiryapti? Badaviyni. Avvalda yerda egasi bo'lgan badaviyni qidiryapti. 10 kunda zo'rg'a topdi. Keyin nima qilyapti? Avvalgi olgan narxi, uni pulini va o'sha vaqtdagi asl narxini ziyodasi bilan olib kelib, birodar uzr deyapti. Meni kechiring desa, xolos deyapti, xallaytu sabilak deyapti. Endi yo'ling ochiq deyapti. Qarang. Ana ular yetishmay qoldi. Ular duoibat bo'lib, biri 11-etajdan tushib ketib parchalanib o'ldi, biri mashinani tagida ezilib o'ldi. Siz qilayotgan bu firibgarligingizda men omonlikdaman deysizmi? Hech ham omonlikda bo'lmaysiz. Hali dunyo xorligi turibdi. Ha, u yoqdachi? U yoqda savobsiz qolasiz. Qilgan savobingiz ham u boyagi siz mazdum qilib, unga zulm qilib, molini, jonini, nimadir do'konni tortib qo'ygan bo'lsangiz, unga berasiz. Bor topgan, qiynalib, roza tutgan bo'lsangiz ham rozani savoblarini ana ular olib ketadi. Va o'sha qaytar dunyo deganlaridek sizga yana bir misol. Sizni qilgan bu firibgarligingiz o'zingizni boshingizga vabol, ya'ni o'zingizni boshingizga balolar bo'ladi. Iskandariya shahrida qarang, bir muhandis, bino quradigan muhandis nima qilyapti? Bir o'sha tadbirkor bino qilsa, unga berilgan sementlar, armaturalar, o'sha qurilishda ishlatiladigan mahsulotlarni o'ziga urib qo'yapti. Natijada uy bityapti. Uy bitib, odamlar yashayapti. 11 yilcha o'tib ketyapti. Ancha 10 yildan oshib ketgan. Endi qarangki, subhanalloh, o'sha uyda yashovchilardan biri uni boyagi muhandisni o'g'lini uyiga ziyofatga chaqiryapti. Oradan yil o'tgan. O'ylamanki, mana ishim zo'r bo'lib ketdi-ku, 10 yildir odamlar yashayapti, hamma tinch omon, bino joyida turibdi degan edi u muhandis ham. Lekin o'sha boyagi muhandis xiyonat qilib, buni xiyonat deyiladi. G'ish, ya'ni firibgarlik qilib, yolg'ondan o'sha mahsulotlarni yegan edi. O'sha qarang, boshiga kelgan musibatni qarang. U yerdagi yashovchi bir yigit Muhammad deylik, buni o'g'li Ahmadni chaqiryapti. Nimaga? Uyda bugunlik kunda to'y bo'ladi, bizni uyimizga o'tirishga keling deyapti. Yigitlar o'tiryapti-da, o'sha kuni o'sha joyda tunab qolyapti. Hozirgi muhandisning o'g'li kim? Ahmad. Va erta tongda bomdoddan avval bino shunday qulayapti. Muhandis keyin yig'layapti. Boshini devorga urib, ana bu o'zimni qilmishim deb turin. Baribir ham uni bor-ku, tekshiruvchilar kelib, davlatda o'sha tegishli joyi keladi, tekshiradi va u binoni noto'g'ri qurilgani, xiyonat qilinganligi, armaturasini yeb qo'yib, sementlarini oz solganligi dozasini o'rganadi-yu. O'zi to'g'ridan to'g'ri kelib o'zini organga topshiryapti. Nima deyapti? O'zimni qilmishim, o'zimni harom ishim, bugunlik kunda mana qamalayapman va meni bolamni boshini yedi deyapti. Endi o'shanda qarang, u binoda faqat u bormasda, begunohlar ham ketyapti. Nima bo'layapti? Endi uylanganiga 1,5 oy bo'lgan kelin-kuyov o'tayapti. Va u yerda 5 ta yetimi bor ona o'tayapti. Va qanaqadir boksdanmi bir sportdan chempioni bor ekan. O chempion ham keyingi chempionatga chiqish kerak edi. U chempion o'layapti. Ikkita xonadonda ikkita qariya bor ekan. Ular o'layapti. Yani bir qancha begunohlar ham boyagi muhandisni fasodi, kasofati deb o'tib ketyapti. Ya'ni o'ylamanki, bu qilinayotgan firibgarliklar oxiratga qoladi deya. Alloh asrasin. Oxiratga qolmaydi, avvalambor dunyolarda o'shalar buyuk uqubatlarni oladi.